Assalomu alaykum hammaga. Xayrli tong yurtdoshlar, hamqishloqlar, vatandoshlar. Imom ota turizm qishlog'idan yana bir video zapis qilib qo'yganmiz. Bugun bir videomizni sizlarga yana taqdim etyapmiz. Yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. Chashma buloq shu yo'lning eng oxirida joylashgan ekan. Biz ham tashrif buyurdik, siz ham tashrif buyuring, oilaviy, maroqli dam oling. Yo'lning ikki betlarida dachalar bor. Uy egalari bilan kelishgan holda dam olib keting. Imom ota bulog'i. Zilol toza suvlar, tabiat qo'ynidan oqib chiqayotgan chashma buloqlar. Imom ota qishlog'i, turizm qishlog'idagi buloq. Imom ota chashma buloqlariga tashrif buyurdik. Siz ham tashrif buyuring, tomosha qiling, dam oling, tabiat qo'ynidan bahra oling. Yo, endi rasmga olib qo'ying oilaviy.